xabaringlar bo'lsa, YouTube ishlamay qoldi. Ma'lum bir telefonlar uchun YouTube o'z ish faoliyatini tugatdi. Ya'ni YouTubening versiyasi ko'tarildi, ma'lum bir telefonlar versiyasi ko'tarilmay qolib ketdi. Podдержка qilinmay qoldi. Endi nima bo'ladi? Endi YouTube ishlamaydimi? Yo'q, ishlaydi. Mana bunday kichkinaroq telefonlar YouTube'ni o'qolmay qolgan bo'lsa, videoni tashlab qo'yinglar. Men sizlarga hozir qanday qilib ishlamay qolgan YouTube'ni ishlatishni ko'rsataman. Video foydali bo'ladi. Bitta like, podpiska, o'rgatish bizdan, like bosish sizdan. Bosdik. Demak, boshladik. Qaranglar, Telegramda qidiruv menyusiga media 2ta pastki chiziqcha X qilamiz. Bu yerda media X kanali chiqadi. Xuddi shu kanalga kirib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa qiziqarli prilojenalar tashlab boraman. Mana bu yerda YouTube by Ani degani bor. Telegram kanali yangi ochilgan, shuning uchun o'rnatilyapti. Majburiy o'rnatish qilinglar. Bu hech qanaqa virus emas. Aytgandek, bu YouTube o'rnayotganda telefoningizning ekran parolini olib qo'ying. Bo'lmasa YouTube o'rnamaydi. Ochish qilamiz. Mana daji уже ishladi. YouTube ishladi.